İkinci bab. Ey oğlum, eğer qabul qilsang so'zlarimni, qalbingda saqlasang buyruqlarimni, quloq solsang donolikqa, ko'ngil qo'ysang aql idroqqa, xitob qilsang farosatga tashno bo'lib, chaqirsang aql idroqni talmurib, qazsang donolikni oltin kumush qazgandek, izlasang uni yoshurun g'ajini izdigandek, shu chog'da Parvardigordin ayminishni bilasan. Xudoni haqiqatan toniyalaysan. Chunki Parvardigor donolik ato qilg'uchidir. Bilim bilan aql idrok uning so'zidan kelur. U saqlab qo'ygandir. Yaxshiliklarni durustlarga o'zi qalqandir. Diyonat yo'lida manganlarga. Yo'lini qo'g'daydi u, odillikni yoqlg'uchilarning, saqlaydi u yo'lini sodiq bandalarining. Shuchaq, haqqoniylik, odillik va durustlikni toniysan. Bu yaxshi yo'llarni tushunasan. Chunki o'rin oladi donolik qalbingdan, ko'ngling yayraydi bilimdin. Qo'g'daydi seni pam parosting, muhofaza qiladi ham aql idriking. Shunda donolik qutuldurdu seni yomon yo'ldan, tilining ostida tili barladin. Undaqla to'g'ri yo'lni tashlab, zulmatda yashar. Yomonlik qilishdan xushallanar. Razillikning nijisligidan shatlanar. Egri yo'lda mengib, soxtipazlik qilar. Donolik saqlar seni zinaxo'r ayoldan, shirin shakar so'zlik buzuq xotundan. Bunda xotun tashlar, yoshligida takkan jo'risini, unutib qolar u Xudo oldida qilgan ahdisini. O'limga opirdigan yo'ldir uning uyi, arvola makoniga boshlar uning yo'li. Uning yeniga bag'anlarning birimi qaytalmas, hayotlik yo'liga ham yetalmas. Sen mang, yaxshilarning izidan, chiqma haqqoniylarning yo'lidan. Chunki yerimizda makonlishar durustlar, qilib qolar diyonatliklar. Lekin u yerdan tarmar qilinar yomonlik qilg'uchilar, yulib tashlanar vafosizlar.